Qalam, ya'ni qo'ldagi qalam yo guvodir, yo sukutning sherigi. Mamlakatimizni faqat urush hukmdorlari, ayg'oqchilar, manfaatparastlar va siyosiy savdogarlar vayron qilmadi. Jinoyatda ayblangan har bir zolim qo'mondon, arbob atrofida uni oqlovchi, madh etuvchi, soxta yaratuvchi, qo'shiq aytuvchi, nutq so'zlovchi va manfaat izlovchi o'qimishlilar halqasi turar edi. Biri miltiq berdi, biri pul berdi, biri buyruq berdi, biri yolg'on yozdi, biri tarona qo'shiq yaratdi. Biri qotilni qahramon deb atadi, yana biri qurbon, shahid bo'lganning qabrini yonida turib ham rahbarini madh etdi. Ularning mas'uliyati bir xil emas edi. Ammo ularning ongli tushunib sukuti va madhiyasi ta'sirsiz ham emas edi. Endi yangi avlodning vazifasi qavm nomini qavmi rahbarlar inhisoridan, dinni urushparastlar qo'lidan, she'rni maddohlar tilidan, musiqani nafrat xizmatidan va tarixni qalamfurushlar changalidan, qo'lidan, dastidan ozod qilishdir. Shoir ovozsizning, tilsizning ovozi tili bo'lishi kerak. Na qasr, saroy, hokim, rahbarni jarchisi emas. Yozuvchi haqiqat qo'ruvchisi, haqiqat posboni, haqiqatni asrayotgan bo'lishi kerak. Jinoyat yuzini buzuvchi pardozchi emas. Xonanda, qo'shiqchi xalqni hayotini kuylashi kerak. Yoshlarni qabristonga yubormasligi kerak. Tashviq qilib, buyurib, chop, bir bo'ling, qo'shiling, o'limga buyurishi kerak emas. O'z o'qishlari, o'z taronalari bilan. O'qimishli inson savol beruvchi bo'lishi kerak. Qudrat qo'lini o'puvchi emas. Ko'p ko'rdik, o'qigan, o'qimishli, katta universitetlarni o'qigan insonlarni ko'rdik. Borib ham bo'lib, qo'l oyog'idan rahbarlarni, arboblarni, qo'mondonlarini o'pganini. Bir kun yolg'on qasrida, saroylari qo'lidadir. Unvonlar qadrsizlanadi va rahbarlarning o'lkan suratlari devorlardan tushiriladi. O'sha paytda faqat qurbonlarning nomi, jinoyat hujjatlari va tarix hukmi qoladi. Tarix shunday yozadi: miltiq tutganlar, miltiqni otganlar xalqni o'ldirdilar. Maddohlar esa xalq xotirasini ham o'ldirmoqchi bo'ldilar. Miltiq tutganlar o'ylarini vayron qildilar. Yoshlarni o'ldirdilar, qabrlarni to'ldirdilar. Qalamfurushlar haqiqatni vayronalar ostiga yashirdilar. Ammo haqiqat o'lmaydi. Chunki qurbonlar, shahidlarning qoni barcha yolg'on qasidalardan, she'rlardan, miltiqlardan balandroq ovozda so'zlaydi. Salomat